Nima rostdan ham bilmaysiz? Bilishim kerak. Ha, bilishingiz kerak. Qanaqa gaplashyapsan men bilan? Oyijon, Hı. men bu matritsadagi metodni shunday tushuntirib bering menga. Nimani? Mana matritsadagi oddiy metodni. Matritsa nima o'g'lim? Bilmasam uni metodini qayerdan bilaman? Nega bilmaysiz matritsa nimaligini? Qayerdan bilaman? Nimaga bilmaysiz? Bilmayman o'g'lim. Nimaga? Bilishim kerak. Ha? Hozir bu sahnani siz onajonlar uchun uyushtirdik, dadajonlar uchun uyushtirdik. Ba'zan farzandimizdan biz kattalar shunday narsalarni talab qilamizki, biz hayotiy tajribalarimiz, bilimlarimiz asosida uni nimaligini bilamiz. Uni o'sha mukammal darajada bajarishni bilamiz. Lekin farzandlarimiz tajribasizligi, o'sha sohada bilimi yo'qligi sabab buni tushuntirib bera olmaydi bizga. Qanday qilib qilay degan savolni aytishga ba'zan yuraklari dosh bermaydi. Lekin biz o'zimiz bilgan narsani farzandimiz ham biladi deb ulardan talab qilishimiz eng katta xato. Avvalambor ulardan nima talab qilayotganligimizni tushuntirib, so'ngra talab qilsak, nazarimda farzandlarimiz ulardan nima xohlayotganligimizni tushunishadi va bajarishadi. Matritsa bu kompyuterdagi ekrandagi to'rtburchaklar soni hisoblanadi, oyijon. Uni nimasini ishlab berishim kerak? Metodini. Metodi nima uni? Matritsada ko'rinadigan rasm chiqish metodini ishlab berishingiz kerak edi. Hozir o'rgatsang qila olamanmi? Ha, albatta, mana bunday qilib boshlaymiz-da.